Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bunga nechi endi? Ey Allohning qudratidan. Yevropaga shunaqangi bir faslda berib qo'ygan ba'zi bir joylari juda qalin qor, qish. Shvetsariyani janubi, shimoli qish, qor bo'lib yotibdi, janubi shu ahvol. Mana shunaqangi ahvollar. Shvetsariya. Qadam qo'ydik. Bismillahirrohmanirrohim deb Shvetsariyaga. Masala 20 kilometrdan keyin inshaalloh yuklarni tushib tashlaymiz. Keyin bismillah deb yana yukka ortib Gollandiya, ya'ni Niderlandiyaga chiqib ketamiz. Bundan keyin bazaga boramiz. Mana shunaqa, bular baza berishim juda qiyin. Janubi mana shunaqangi ahvol. Sovuqdan yurgandan ko'ra mana 10 gradus issiq. Issiqda yurganga nima yetsin? Qishda mana shu issiqqa qarab qochamiz. Yozda sovuqqa qarab qochamiz. Odamzodga issiq ham yoqmaydi, sovuq ham yoqmaydi. Shunaqamiz. Shvetsariya. Go'zal Shvetsariya dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu yog'iga olg'a. Mana shunaqangi tabiat azizlar. Yashillik. Prosta har bir yashillik yaxshida. Men yaxshi ko'raman. Qish ham zo'r, qish ham juda ham o'zini nima deydi, qishni ham juda ham yaxshi ko'raman, lekin biz shofyorlar uchun bu qish ozgina noqulaylik tug'diradi. Yo'llarda qiynalamiz o'shani hisobiga. Lekin qish baribir boshqacha. Endi qishni shunaqangi sovuq kunida mana bunaqa yashillik bu тоже o'zgachadan. Через 400 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь первым поворотом. Shaharchasi. Sizlar bilan xudo xolasa chiroyli kontentlar qilib boramiz, qo'ldan kelguncha video obzorlar qilib ko'rsatib boramiz azizlar. Shvetsariyani shaharchalarini ham juda ham pokiza, toza, ixcham shunaqa joy. Kolsevoylaridan qurilib olsak, shaharning ichiga kirib ketamiz.